Biz kuzatuvchilarimiz navbatdagi romkalarimizni bo'shatib oldik. Mana shu holatda mana. Mana shu holatda bo'shatib oldik. Endi bularni ariqlarimizga olib borib berishlik jarayonini ham ko'rsatib o'tamiz. Mana shunday. Ana navbatdagi romlarimizni olib pichoqdan o'tkazgan bo'lamiz. Xabaringlar bor, pichog'imiz. Asalimizni pechatini kesadigan. Shu holatda uni kesib olamiz. Noyob asal olishlik jarayoni. Qadimgi ota-bobolarimizdan qolgan qadimgi jasyon davrida qolgan noyob asal olishlik jarayoni. Albatta bu hazil. Ana shu kuni bitta videomizni tagiga yozib qo'ygan edik. Asal olishlik jarayonini boshqacha usuli deb hazillashib, haqiqatan hazillashib yozgan edik. Bitta otaxonimiz kommentariyga yozib yuboribdi. Qanaqa yangicha usul deb. Endi biz yangi asallarchi bo'lganimizdan keyin biz uchun yangida. Shunga uncha hazil mutoyiba ketib qolsa, xafa bo'lmaysizlar. Ko'ngillarga olmaysizlar. Uncha hazil qilib turmasak, bu kunning issig'ida odam o'zini o'zi tamom qilishi mumkin. Kun mana issiq bo'layapti, soat 9 bo'layapti. Kunimiz sekin, quyoshimiz qizdiryapti. Bu issiqda ishlashni o'zi bo'lmaydi. Shunga uncha hazil mutoyiba qilib turamiz. Shu holatda asalni olsak, pechatini orqa tomondan olamiz endi.
hali gapirishlik ham odamni midasiga tegib qolar ekan. Shuning uchun doim gapiravermayapman. Bizni shundoq ham kuzatib turaveringlar. Ko'p gapirgandan ko'proq ishlash kerak degan ma'lumotni o'rtaga qo'yib ishlayapman. Kamroq gapirib, ko'proq ishlayapman. Gapirsam ishdan chalg'ib qolyapman. Shunga bizga ahamiyat bermaysizlar, ishlayotgan jarayonimizni kuzatib boraverasizlar. Uncha gapirmay qo'ysak, tilini yutordimikin degan narsa bo'lmasin. Shunga harakat qilyapmiz, kamroq gapirishlikka, ko'proq ishlashlikka. Endi biz uyimizni ichida olyapmiz, hovlimizda bu asalimizni arlarimiz oldida olmayapmiz. Chunki arlarga qancha yaqin bo'lsa asal olishlik jarayoni juda bir arlar ko'payib ketib, ish jarayonimizga xalaqit qiladi. Medagunkaga to'lib ketgan ari, chelaklarimizga to'lib ketgan ish qilib, har tomonlama xalaqit qilganligi uchun romkalarimizni ko'tarib kelib, mana shunday hovlimizni olyapmiz. To'g'ri, atrofimiz issiq, navis yo'q. Mana shu jarayonda mana asaladan bo'lyapmiz. Ko'pchilik asalarichi hamkasblarimiz kapa qilib kapada olishyapti. Dalaning o'zida. Endi biz shu yerda bo'lganligimiz uchun kapa qilishlikka hojat yo'q. Kapa qilishlikka hojat yo'q. Mana shunday holatda mana olyapmiz. Uchta romkamiz bo'ldi. Yana bitta romka qilsak, 4 ta romka bo'ladi. Shu bilan medagunkamizni bemalol aylantiramiz.